Salam aziz qarindoshlar, bugun retseptim salonimizda shu ko'z qurg'oqlashib qichishadigan, ko'z yashang'iraydigan, ko'rish quvvati ojizlagan, azroq telefonlarga qarab qasilmi shu ko'z to'rilishadigan qarindoshlarga oilada tayyor qilish intayin qulaylik ham jiq pul ketmaydigan isil tabobat retseptlardan bir qanchani tunishtiramiz. Birinchisi bo'lsa shu har atigini yuzimizni yuvgan chaqda bir lingini qiziq suvda chayqab, suyini siqib etgandan keyin shu azroq bishimizni egizga qaratib, ko'zning ustiga qiziq lingini 1 minut qo'yib beramiz qarindoshlar. Shu ko'z qichishib, qizarib olgan, ko'z to'rilishadiganlarga unumi intayin yaxshi qarindoshlar. Ko'zdagi qon aylanishini yaxshilab, ko'zning tomirlarini ochadi qarindoshlar. İkinchisi bo'lsa shu kalining o'tini, kali so'g'ayalay basaq bor, kalining o'tini qiziq holatda shu ko'zning sirtidan surpagan chaqda ko'zni ro'shanlashtirib, ko'z yashang'irishini davolashda unumi intayin yaxshi qarindoshlar. Uchinchisi bo'lsa shu 5 tal atrofida savzini 6 tal bo'lsin bo'ldi. Ikkichini suvda savzini ushaq to'g'rab, suvda pishiramiz. Pishirib olgandan keyin atiganda yerimini, kechdi yerimini bir kunning ichida yeb tugitimiz shuni. Suyini ichib, shuni yeb bergan chaqda shu ko'z qichishadigan qarindoshlarga manfaati intayin yaxshi, ko'zni ro'shanlashtirdi qarindoshlar. To'rtinchisi bo'lsa shu arpa badiyanni 250 gram arpa badiyanni pokis tozalab olgandan keyin 750 gram kol sutida qaynatamiz qarindoshlar. Shu arpa badiyan sutni sumirib bo'lgandan keyin azroq qo'rsak, shu qozonda quriydi bu. Bunun quruğuna 150 gram oq shakarni aralashtirib talqon yasaymiz. Atiganda bir qo'shiq, kechda bir qo'shiq shundan iste'mol qilib bergan chaqda namoz sham qarog'usiga unumi intayin yaxshi qarindoshlar. Ko'zni ro'shanlashtirdi. 5-retsept bo'lsa shu 3 ga yoki qo'yning jigiridan muvofiq miqdorda kebab qilamiz. Buni kebab qilish jarayonida shu jigardan bir xil suyuqlik oqadi, qon aralash suyuqlik. Shu suyuqlikni ko'zning sirtidan surpagan chaqda qarindoshlar ko'zni ro'shanlashtirib, ko'z qichishga, ko'z to'rilishga unumi intayin yaxshi qarindoshlar. Oilada tayyor qilish intayin qulaylik. Shundaq ahvoldagi qarindoshlar bor qolsak, shu usullarni cho'qqim sinab boqaylik qarindoshlar. Necha yuz ko'ylik, necha ming ko'ylik ko'z asrash mahsulotlaridan qilishmag'dak unum berdi qarindoshlar. To'plarga, chambaraklarga taqit qo'yaylik. Shuningga ehtiyojli qarindoshlarimiz bor qolsa, foydalanib qolsin. Retseptimni qo'shmagan, sizlar qaldingiz.